Salom aziz o'quvchilar. Ushbu darsda siz ma'lumotlar tahlilida formula va funksiyalardan foydalanish, matematik operatorlar, ichki funksiyalar bilan ishlashni o'rganasiz. Darsimizning asosiy tushunchalari bilan tanishing. Formula bu kataklar bilan bajariladigan arifmetik yoki matematik amallar. Uni qo'llash uchun kataklar bir diapazonda bo'lishi shart emas. Masalan, qiymatlari qo'shilayotgan kataklar yonma-yon emasligi sababli sum funksiyasidan foydalanish imkonsiz. Bunday vaziyatda formulalar qo'l keladi. Funksiya katak diapazon, ustun yoki qator diapazonlarda amalga oshiriladigan average yoki sum kabi maxsus arifmetik yoki matematik amallar. Diapazon bir nechta qator va ustunlardan hamda yonma-yon joylashgan kataklardan iborat elektron jadvaldagi kataklar guruhi. Masalan, bir diapazonda A1 katakdan F1 katakgacha gorizontal ravishda hamda A1 katakdan A9 katakgacha vertikal ravishda joylashgan kataklar bo'lishi mumkin. Diapazondagi so'nggi nuqta F9 katagi bo'ladi. Shuning uchun yuqori chapdagi katak A1 ga teng, yuqori o'ngdagi katak F1 ga teng. Quyi chapdagi katak A9 ga va quyi o'ngdagi katak F9 larga teng. Nomlangan katak yoki diapazon elektron jadvaldagi har bir katakning nomi. Masalan, Y7, Y ustun va 7 qatorning kesishgan qismidagi katak. Ayrim funksiya yoki formulalardan foydalanar ekansiz, katak yoki katak diapazoni nomini qayta nomlash talab qilinadi. Masalan, poyabzal o'lchamlariga oid kataklar diapazoni bo'lsa va ma'lum o'lchamdagi narxlarni hisoblash uchun elektron jadval yaratayotgan bo'lsangiz, lookup funksiyasi faollashtiriladi. Lekin nomlangan katak yoki kataklar diapazoniga murojaat qilinadi. Bu holatda bunday kataklarni poyabzal o'lchamlari deb nomlash mumkin. Kataklar elektron jadvallardan matn, rasm yoki belgi kabi ma'lumotlarni kiritish, formula va funksiyalar yordamida hisoblash amallarini bajarish uchun foydalaniladigan jadval tashkil topgan kichik to'rtburchak shakl. Ustunlar bir-biriga tutashgan va yuqoridan pastga yoki pastdan yuqoriga vertikal yo'nalgan kataklar to'plami. Ichki formula funksiya. Elektron jadvaldagi formulani yozishda foydalanilgan boshqa formula yoki funksiya. Ishchi varaq. Elektron jadvallarda ish kitobining varaqlari. Har bir ishchi varaqni qayta nomlashi ish kitobiga ishchi varaq qo'shishi mumkin. Formulalar ham funksiyalar ham elektron jadvalda hisoblash amallarini bajaradi. Ayrim hisoblash amallari bir xil natija berishi uchun formula yoki funksiyadan foydalanib amalga oshiriladi. Masalan, sonlarni qo'shishni olaylik. Yonma-yon kataklarda joylashgan sonlarni qo'shish uchun sum funksiyasidan foydalanish optimal tanlov. Masalan, sum barobar A1 va D1. Bunda A1 katakdan D1 katakgacha bo'lgan sonlar qo'shiladi. Buning o'rniga xuddi shu natijani olish uchun sonlar joylashgan kataklarni barobar A1 plus B1 plus C1 plus D1 tariqasida bir-biriga qo'shish mumkin. O'zaro bog'langan yuzlab kataklarni qo'shishda ularning har birini formulaga kiritish uchun ko'p vaqt sarflamasdan sum funksiyasidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Average yoki count if funksiyalari matematik amallar bilan ishlashni osonlashtiradi. Fx buyrug'i hisoblash amallari uchun zarur funksiyalarni tanlash va argumentlarni saralash orqali formulani tahlillashga imkon beradi. Bizga berilgan asset ma'lumotlar modelidan foydalanib, quyidagi amaliy vazifalarni bajaramiz. Bu jadvalda o'quvchilarning chorak davomidagi imtihon baholarini tahlil qilib, ularning yakuniy natijasini ifodalovchi model ishlab chiqilgan. Bir nechta do'stlarimizni ismlarini yozib, ularning 10 hafta davomidagi baholarni taxminan kiritamiz. Quyidagi usulda jami baholar jadvalining yoniga foiz ustunini qo'shamiz. Buning uchun jami katagining oldidagi bo'sh katak tanlanib, home menyusidan
insert sheet columns tanlanadi va bu yerga foiz deb yoziladi. Jami baholar usulini o'chirib yuboramiz. Buning uchun home menyusidan delete tanlanib, delete sheet columns buyrug'i tanlanadi. Endi 4-qatordagi Jasur G'aniyevga tegishli ma'lumotlarni o'chirib yuboramiz. Chunki u hozir maktabdan ketgan. Buning uchun home menyusidagi delete ni tanlaymiz va delete sheet rows ni bosamiz. Birinchi sinfga boshqa sinfdan kelgan o'quvchi Javohir Tohirovning ma'lumotlarini joylashtiramiz. Buning uchun uni birinchi sinfga qo'shishimiz uchun insertdan foydalanamiz. Insert buyrug'idan foydalanganda aktiv katakning yuqori qismiga bo'sh qator qo'shiladi va bu yerga Javohir Tohirov deb yozamiz. Uning baholarini kiritamiz. 10 hafta davomida olgan baholarini aniq kiritamiz. Birinchi qator ustiga birinchi chorakni ko'rsatuvchi yangi qatorni qo'shamiz. D1 dan N1 gacha kataklarni home menyusidagi Merge Center buyrug'i yordamida birlashtiramiz va uni Alignment buyruqlari bo'limidagi Center buyrug'i orqali markazlashtiramiz va barcha yozuvlarni qalinlashtiramiz va foizga chegara belgilaymiz. Bu ushbu home menyusidagi bordersdan all bordersni tanlaymiz. Matematik operatorlar. Matematik amallar to'g'ri tartibda bajarilishi, to'g'ri javob olish uchun qavslar to'g'ri qo'llanilishi kerak. Yonma-yon joylashgan qo'shish ayirish belgilariga ega barcha raqamlar avval qavs ichiga olinadi, so'ng ularning yig'indisi yoki ayirmasi shu tartibda ko'paytiriladi yoki bo'linadi. Dastlab qo'shish va ayirish, keyin ko'paytirish va bo'lish amallari amalga oshiriladi. 5-qatorda hech qanday qavs qo'llanmagan va faqat oxirgi katak 100 ga bo'lingan. Biz esa barcha qatorlardagi sonlar yig'indisini 100 ga bo'lishni istagan edik. Qo'shmoqchi bo'lgan barcha raqamlarni qavs tashqarisidagi songa, masalan 100 ga bo'lish uchun ularni qavs ichiga olish kerak. Demak, biz 5-qatordagi ifodani quyidagicha tahrirlaymiz. Muqobil tanlov sifatida sum funksiyasi bor. U 100 ga bo'linishdan avval qo'shilishi kerak bo'lgan sonlarni qavslar yordamida to'playdi. Ichki funksiyalar. Elektron jadval katagida bir funksiya boshqa funksiya ichiga joylansa, bu ichki funksiya deb ataladi. Agar o'quvchining bahosini uning ballari yoniga yozmoqchi bo'lsangiz, ichki if funksiyasidan foydalaniladi. Chunki u ballarni baholar diapazoni bilan taqqoslaydi va har bir o'quvchi uchun mos ravishda natija chiqaradi. Bizning jadvalda ballar diapazoni berilgan va har bir ballar uchun yonida mos ravishda baholar berilgan. Misol uchun, agar ballar yig'indisi 80 dan 100 gacha bo'lsa, A bahosi 70 dan 80 gacha B, 60 dan 70 gacha C va hokazo. Funksiya har bir shartni bajarishi bilan tegishli bahoni yozib boradi. Masalan, o'quvchining ballari 80 dan 100% gacha bo'lsa, A baho 70 dan 80 gacha bo'lsa, B ni yozadi va hokazo. Bizning misolimizda 4-qatorda joylashgan o'quvchining balli 50, demak 50 dan 60 gacha bo'lsa, uning bahosi D. Ikkinchi qatordagi o'quvchining bahosi 40 dan 50 gacha bo'lgani sababli unga Y bahosi qo'yilgan va hokazo. Funksiyalardan foydalanish. Sum funksiyasi qator yoki ustunga berilgan barcha sonlarning yig'indisini hisoblaydi. Ushbu jadvalda N4-katakdagi ustunda sum funksiyasidan foydalanganmiz. Kataklardagi sonlarni sum funksiyasi yordamida qo'shish uchun ular ketma-ket joylashgan bo'lishi kerak. Average funksiyasi sum funksiyasi kabi ishlaydi. Faqat u belgilangan kataklar diapazonidagi sonlarni o'rtacha qiymatini hisoblab beradi. Bizda P ustunimizda D4dan M4 gacha bo'lgan kataklardagi raqamlarning o'rtachasi ko'rsatilgan. Bu funksiya quyidagicha yoziladi. Tenglik belgisi funksiyaning nomi hamda qavs ochiladi. Birinchi katak manzili 2 nuqta va oxirgi bizga kerakli bo'lgan katak manzil. Va ushbu kataklardagi ballarning yig'indisini hisoblab, bizga o'rtacha sonni chiqarib beradi. Buning ishlash tartibi shu kataklardagi raqamlarning yig'indisini hisoblab, shu kataklar soniga bo'lishdan iborat. Kataklardagi raqamlar yig'indisi 50 va kataklar soni 10. Demak, 50 ni 10 ga bo'lish natijasida 5 hosil bo'ladi. Keyingi qatorimizda ushbu natija bu 4,6 va hokazo. Maksimum va minimum funksiyalari muayyan sonlar oralig'idagi eng katta va eng kichik raqamlarni aniqlaydi. Bizning jadvalimizda ushbu maksimal va minimal ball qatorlarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni Q ustunda D4dan M4 gacha bo'lgan raqamlarning ichidagi eng maksimal raqam
Bu 6 va R4 katagida ushbu qatordagi eng minimal raqam ko'rsatilgan. Uning yozilish tartibi adreslar qatorida ko'rsatilgan. Barobar max qavs ichida D4 ikkita nuqta M4 va qavs yopilgan. Mos ravishda R4 qatoridagi minimal ball quyidagicha ko'rsatilgan. Barobar min qavs ochilgan D4 ikkita nuqta M4 qavs yopilgan. Int funksiyasi barcha haqiqiy sonlarni o'zgartirib, o'nli kasrdagi kasr qismini olib tashlaydi va katta yoki kichik tarafga yaxlitlangan butun sonni beradi. Ya'ni bizda qiymat 46,89 qiymat bor. Int funksiyasi ishlatilganda uning kasr qismi olib tashlanadi. Round funksiyasi esa kasr sonlarni virguldan keyin berilgan xonagacha yaxlitlaydi. Agar B5 katagimizda 2,512789 berilgan bo'lsa, bu katak uchun round funksiyasini ishlatsak, u holda natija 2,51 bo'ladi. Buning uchun tenglik belgisi hamda round funksiyasining nomi, qavs ichida qaysi katak uchun funksiyaning qo'llanilishi hamda virguldan keyin necha raqamgacha yaxlitlanishi ko'rsatilgan. Bizda bu 2. Ya'ni virguldan keyin biz ikkita xonagacha yaxlitlaymiz. Count funksiyasi qator kataklariga kiritilgan ma'lumotlar sonini hisoblaydi. Bizning jadvalimizda bu O ustunida berilgan. Ya'ni biz ballarning umumiy miqdorini aniqlaganmiz. Buning uchun tenglik belgisi orqali count funksiyaning nomi yoziladi, so'ngra qavs ichida qaysi kataklar uchun miqdor hisoblanishi belgilanadi. Bizning misolimizda bu D4 hamda M4 kataklari va Enter tugmasini bosgandan so'ng bizda qatorning joylashgan raqamlarning umumiy soni ko'rsatiladi. Bu 10 raqamiga teng. Nomlangan katak yoki nomlangan diapazon yaratish uchun kerakli katak yoki kataklarni belgilab, belgilangan maydonga nom yoziladi. Bizning misolimizda bu chorak 1. Chorak 1 diapazoni bu bizda belgilangan D2 dan boshlab M7 gacha bo'lgan diapazonni o'z ichiga oladi. So'ng Enter tugmasi bosiladi. Bu bir yoki bir qancha kataklarni nomlash usulidir. VLOOKUP funksiyasi bilan ishlashda nomlangan diapazonga murojaat qilinadi. Bunda barcha nomlangan kataklar va diapazonlar ro'yxatidan kerakli manzil tanlanadi. Lookup funksiyasi nomlangan diapazondan qiymatlarni topadi va hisoblash uchun murojaat qiladi. Quyidagi misolimizda lookup funksiyasini ishlatish tartibi keltirilgan. N ustunda biz ballarning yig'indisini hisoblaymiz. Hisoblaganimizdan so'ng lookup funksiyasini ishlash tartibi, tenglik funksiyaning nomi hamda qaysi qiymat uchun funksiyani ishlatayotganimizni belgilaymiz. Biz uchun bu M4 katagi. Keyin esa nuqta virgul yordamida qaysi diapazondan tekshirilishi ko'rsatiladi. Bizning misolimizda bu Q2 va Q6 gacha bo'lgan qatorlar va nuqta virguldan so'ng qaysi natija qo'yilishi belgilanadi. Bu R2 va R6 oralig'idagi qatorlar. Funksiyaning bajarilish natijasida bizda avtomatik tarzda 50 raqamini u ustunda joylashgan raqamlar bilan solishtiradi va unga mos yozuvni R ustundan ajratib O ustuniga yozib beradi. VLOOKUP vertikal ustunda ko'rib chiqilgan ma'lumotlarga, HLOOKUP esa gorizontal qatorda ko'rib chiqiladigan ma'lumotlarga murojaat qiladi. Ushbu darsda siz formulalar yozish va ulardan foydalanish, murakkab bo'lgan funksiyalar, jumladan average, sum, minimum, maximum, int, round, count va lookup funksiyalari bilan ishlashni o'rgandingiz. O'rgangan bilimlaringizni mustahkamlab borishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.